Assalomu alaykum. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalar sog'misiz, salomatmisizlar? Bugungi montajlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi montajlarimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qorsoqol mahalla fuqarolar yig'iniga bir dona eshik, bir dona rom, bir dona fortishka olib kelib o'rnatib berdik. Zalotoy dub profilidan. Avvalambor razmerlarini o'taman, keyin narxlariga oddiy to'xtalib o'tamiz. Xo'p, qadrli obunachilar, romimizning enlari 1.30, bo'ylari 1.70 bo'lgan, o'rtada bitta ochilish qo'yib berganmiz. Eshigimizning enlari общий enlari 1.10 bo'lgan, bo'ylari 2.30 sm bo'lgan. Yonrog'iga borib tushuntiraman. Xo'p, qadrli obunachilar, mana penalariga e'tibor beringlar. Penalari atido hamma yo'g'iga quyib chiqildi. Oynalari bir qavat yoduv oynalarni qo'yib berdik. O'tirib bittada ochilish qiladigan qilib, eshiklarga to'xtaydigan bo'lsak, pastlarini yoduviy evrika, tepalarini prosto yoduviy qo'yib berdik. Zamolarga e'tibor beringlar, oddiy zamolarni qo'yib berdik. Nihoyatda yaxshi qo'lga to'lib tushadigan bo'ldi. Ochilib yopilishlari hamma yo'g'i to'rali tomoni bir xil ochilib yopilyapti. Pastlariga alyumin arkafonlarni qo'yib berdik. Buni ham penalarga e'tibor beringlar. Penalari atido hamma yo'g'iga quyib to'ldirib berdik. Ichki tomondan ko'rsataman. Xo'p, ichki tomonda ko'rinishlari eshigimizni, xo'p, romlarimizni tagiga 35 lik padagoniylarni qo'yib berdik. Nihoyatda mustahkam, baquvvat bo'lib chiqdi. Qadrli obunachilar, ruchkalarga, delfinlarga e'tibor beringlar. Delfinlar akfani o'zining logotiplari bor. Ochilib yopilishlari cho'tki bo'limini ham penalari hamma yo'g'iga qo'yib chiqdik. Plus bir dona fortishkasi bor. Enlari 80 cm, bo'ylari 40 cm qachi mexanizm bilan qo'yib berganmiz. Nihoyatda go'zal va sifatli bo'lib chiqdi, qadrli obunachilar. Xo'p, qadrli obunachilar, Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qorsoqol mahalla fuqarolar yig'iniga bir dona eshik, bir dona rom olib kelib o'rnatib berishimiz 4.500.000 so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Kimga shunaqa sifatli eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat etaveringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan har doimgidek Xon Akfa.